Assalomu alaykum, Flyvastok aviakasasini kuzatuvchi, qadrli obunachilar, aziz xaridorlar, do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Ko'pchiligi so'rashibdi, kommentariyada yozishibdi. Aviakassalar qayerda, adresinglar qayerda deb ko'pchiligi Salariyaga bordim, sizni topmadim. Telefoningizga zvonok qilgandim, u javob bermadingiz debdi. Do'stlar, agarda bizning telefonlarimizga tusha olmasanglar, +791 702 73 73 +791 741 73 73 o'zi 2 dona nomerimiz bor. Do'stlar, agar tusha olmasanglar, boshqa odam bilan gaplashayotgan bo'lamiz, yoki oldimizda odam bo'ladi, ko'tara olmaymiz do'stlar. Shuning uchun обратно 2-3 marta qilib ko'ringlar do'stlar. Sraz ketib qopti do'stlar. Biz выходной ishlaymiz, shuning uchun bemalol subota va воскресенье kunlari ham kelib, bemalol o'zimizdan arzon biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'pchiligi narxlarni so'rayapti. Bugun narx-navolarni sizlar bilan tanishtirib o'taman. Yana bir narsani aytaman. Ko'p savollarga kelibdi kommentariyaga. Shu savollarga bugun batafsil hammasiga javob berib o'taman. Sizlarda ham qanaqa savol qiynayapti, bemalol kommentariyaga yozinglar. Shu haqida video qilib beraman. Aeroportda qaysi aeroportlar sizlarga qiziqarli, shu aeroportning holatini bilmoqchi bo'lsanglar, bemalol kommentariyaga yozinglar. Shu aeroportdan chiroyli qilib video qilib beraman. Savollar do'stlar, savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Men qo'limdan kelishicha javob beraman. Общий bir to'p shu mavzuda video qilib